Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bundan 4 oy oldin zamiya kulkasi barglarini ko'paytirish uchun ekib qo'ygan edik. 15 ta bargga 5 tasini perlitga, 5 tasini vermikulitga va 5 tasini torfga ekib, keyin ma'lum vaqt o'tib ildizlari kartoshkasi paydo bo'lgandan keyin universal tuproqga o'tkazdik. Kanalda 2-3 ta batafsil videolar bor. Kim ko'rmagan bo'lsa albatta ko'ringlar. Qanaqa qilib ekish, qanaqa o'tkazish, qanaqa oziqalar berish, hammasi batafsil ko'rsatilgan. Ko'pchilik natijasini so'rashgan edi. Mana bugun ko'rsataman. Va birinchi bo'lib izohda eng ko'p berilgan savolga qisqacha javob bermoqchiman. Savol: men ham zamiya kulkasi bargini ekib qo'ydim, lekin unib chiqishi juda ham qiyin bo'lyapti. Ekib qo'ygan barglarim bo'lsa, ma'lum vaqt o'tib sarg'ayib qurib ketdi. Do'stlar, ma'lum vaqt o'tgandan keyin ekib qo'ygan barglaringlar sarg'ayib qurib ketishi bu tabiiy holat. Bunga ahamiyat bermasanglar ham bo'ladi. Eng asosiysi ichidagi kartoshkasi tirik bo'lsa bo'ldi. Va shu kartoshkasidan unib chiqishi uchun ozgincha ko'proq vaqt talab qiladi. O'zi o'rtacha 3-5 oyda unib chiqadi. Lekin biz yilni sovuq paytida qilganimiz uchun bizga ko'proq vaqt talab qiladi. Mana ahamiyat bersanglar, bittasi unib chiqishni boshlagan. O'zi xudo xolasa hammasini kartoshkalari tirik. Men sizlarga buni video davomida ochib ko'rsataman. Do'stlar, kim bizning kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar. Kecha bittasini ochib tekshirib ko'rdim. Buni ham barglari xuddi shunaqa qurib ketgan edi. Mana bargini ko'rsanglar bo'ladi. Eng asosiysi ichidagi kartoshkasi tirikligi. Mana kartoshkasi va quvontiradigan tomoni kartoshkasi unib chiqishi boshlagan. Biz buni qayta ekib, kerakli oziqalarini berib qo'yamiz. Albatta bu narsani ham sizlarga videoning oxirida ko'rsataman. O'zi xudo xolasa hammasiga oziqa berishimiz kerak, chunki bahorda hali bularga oziqa bermadik. Oziqa bermaganimizga ham ancha bo'ldi. Do'stlar, haqqoniy bo'lishi uchun men sizlarga bittasini ochib ko'rsataman. Mana bu ochilmagan, bu anchadan beri mana ko'rib turibsizlar, qotib turibdi. Buni ozgincha yumshatamiz. Video cho'zilib ketsa rozi bo'lasizlar. Mana buni ham kartoshkasi sog'lom, lekin hali unib chiqishni boshlamagan. Xudo xolasa albatta unib chiqadi. Endi biz buni qayta ekib qo'yamiz. Do'stlar, o'zi bu videoni qilishdan maqsad, agar sizlar ham zamiya kulkasi bargidan ko'paytirmoqchi bo'lsanglar, ma'lum vaqt o'tib barglari sarg'ayib qurib ketsa xavotir olmanglar, tashlab yubormanglar. Eng asosiysi ichidagi kartoshkasi tirik bo'lsa bo'ldi va unib chiqishi uchun ozgincha sabr qilinglar. Agar misol uchun sizlar hozir bahorda qiladigan bo'lsanglar yoki yozda qiladigan bo'lsanglar, bu jarayon albatta tezroq bo'ladi. Unib chiqishi ancha oson va tez bo'ladi. Biz bularni qishda qilganmiz. Qishda bizda bular sovuqroq joyda turgan. Va albatta qishda kartoshkasi uyquda bo'ladi. Qishda o'smaydi. Endi xudo xolasa bahorda o'sishni boshlaydi. Hozir men sizlarga yana bittasini ochib ko'rsataman. O'zim mana shu qurib qolganlarni hammasini ochib, boshdan yangi tuproqga, yangi idishga ekib qo'ymoqchiman. Do'stlar, mana 5 ta bargi qurib qolganlarini ochdim. Qolgan 10 tasini tegmadim. Bularni ochish shart emas. O'zi bularni ham ochish shart emas edi, lekin sizlarga ko'rsatish uchun ochdim. Chunki aytganimdek izohda ko'pchilik yozdi, ekdim, bargi qurib qoldi, tashlab yubordim. Do'stlar, eng asosiysi ichidagi kartoshkasi tirik bo'lsa bo'ldi. Albatta unib chiqadi. Mana 5 tasini kartoshkasi juda ham chiroyli holatda, hammasi sog'lom va ikkitasi nish otishni boshlagan. Endi biz bularni yangi tuproqga, yangi idishga ekib qo'yamiz. Idishni ozgincha kichkinaroq qilmoqchiman. Ekishi va oziqa berishi qisqa qilib sizlarga ko'rsataman. Bu gal shunaqa kichkinaroq stakanchalarga ekib qo'yaman. Baribir unib chiqqandan keyin boshqa idishga olishim kerak. Stakanchalarni yarimigacha tuproqni to'ldirdim. Mana kartoshkasini ustiga qo'ydim va endi buni ko'mib qo'yishim kerak. Ko'mganda juda chuqur ko'mmanglar, uzog'i 1 sm, 2 sm ko'msanglar yetadi. Mana ozgincha ustiga tuproq solib, ozgincha presslab qo'ysanglar bo'ldi. Keyin buni sug'orib, oziqasini berib qo'yamiz. Juda ham chuqur ko'mib yubormanglar, bo'lmasam unib chiqishi qiyin bo'ladi. Do'stlar, har doimdek xona gullarim uchun Pyotr Plexanov universal tuprog'ini ishlataman. Juda ham barakali, xona gullari uchun zo'r, unumdor tuproq. Tarkibi ham juda ham zo'r. Hammaga maslahat beraman. Hozir hammasini ko'mib, keyin oziqasini beramiz. Video cho'zilib ketmasligi uchun oziqani tayyorlab oldim. Har doimdek 1 litrga 1 gram oziqa solasizlar. Bunaqa vaziyatda eng asosiysi fosforga boy oziqa ishlatinglar. Fosfor kartoshkaning rivojlanishiga, ildizlarning tezroq chiqishiga, tezroq unib chiqishiga yordam beradi. Misol uchun mana fosfat kaliy ishlatsanglar bo'ladi.
Bugun men Artefact Agrochem 1568-15 oziqasini ishlataman. Bu yerda fosfor miqdori 68%, juda ham zo'r oziqa. Tuprog'imiz nam bo'lgani uchun oziqa berishdan oldin sug'orish shart emas. Shunda oziqani beraveramiz. Mana aytganimdek 1 litrga 1 gram oziqa soldim va endi buni quyib chiqaman. Albatta to'yini tegini yoki stakanni tegini teshib olinglar, ortiqcha suv oqib ketishi kerak. Men suv quygandan keyin teshib olaman. Yoki sug'orishdan, ekishdan oldin yoki ekkandan keyin teshib olsanglar bo'ladi. Lekin albatta teshib olinglar, bo'lmasam chirib ketadi. Do'stlar, mana bugun sizlarga shuni ko'rsatmoqchi edim. Yana bir marta qaytaraman. Eng asosiy maqsad bu videodan, agar sizlarda ham qurib ketadigan bo'lsa, tashlab yubormanglar. Ozgincha sabr qilinglar, tekshirib ko'ringlar. Kartoshkasi tirik bo'lsa, yana qaytarib ekib qo'yib, ozgincha sabr qilsanglar, albatta unib chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.